Bu ne? Suvchan, kuryer. Nega telefon qilyapsan? Senga aytganman, ukamga uy olib berishga rozi bo'lmaguningcha seni aslo kechirmayman. Xotin, avval menga 100 ming jo'natib tura olmaysanmi? Oyim jonlantirish bo'limida hayotini saqlab qolish uchun pul kerak edi. O'zingni puling qani? Bilasan, to'yimiz uchun bergan 580 ming qalin pulim bilan shuncha yillik qand terganim tugagan. To'ydan keyin mashina bilan uyni ham nomingga o'tkazib yubordim. Endi menda qayerdan pul bo'lsin? O'ylab ko'rgin. Nahotki tushunmayotgan bo'lsang, a? Puling yo'qmi? Bularning hammasi meni pulim. Bir tiyiniga ham tega ko'rma. Ha, hech bo'lmasa to'ydan keyin senga bergan pullarimdan berib tur. Kamida 3-400 ming chiqsa kerak. Shunchaki mendan qarzga oldi deb hisobla, xo'pmi? Qaytaraman. Albatta qaytaraman. Kimsan o'zing? Bir kambag'al kuryer bo'lsang. Sen uni o'lishiga shunchaki qarab turasanmi hali? Axir u sen oying bo'lsa, meniki emas. O'lsa o'laversin. Sun Sumey, Suvchanning onasi. Oyi, otam erta vafot etgan. Meni qiyinchilik bilan katta qildingiz. Kichikligimda meni boqib o'stirdingiz. Endi men sizni boqaman. Buyurtmani yetkazish vaqti o'tib ketyapti. Buyurtma vaqti o'tyapti. Jarima so'radi. Hozir bor kuchim bilan pul topishim kerak. Xiao Vanier, Xiao korporatsiyasi prezidenti. Yaxshimisiz? Umrning teskari sanog'i 23 Ko'zimga narsalar yoshda ko'ryaptimi? 80 yil umr ko'radi. Judayam silliq-u. Biram aynakan. Janob, o'zingizni qo'lga oling. Sizni urib yuborganim uchun aybdorman. Qancha pul kerak bo'lsa ayting, lekin agar shunday davom etsangiz, shikoyat qilaman. Ishlar chatoq. Buyurtma vaqti tugab boryapti. Hech qisi yo'q. Shunchaki shilinibdi. Men ketdim. Ana, hozir. Oy. Qo'y, isming nima? Bu bola ancha g'alati ekan-ku. Korona mehmonxonasi. Chenlun, Chen Janob, korporatsiyasi taom vorisi. keltirdim. Azizim, hozircha taomni Yan yemay Shanshan, tur. Suvchan, Tezroq bu yoqqa Mehmon. kel. Seni kutib qoldim Bu ovoz nega bunchalar tanish? Yan Shanshan? Suvchan, bu yerda nima qilyapsan? Shanshan, sen tez-tez gapiradigan o'sha yuvosh ering shumi? Yan Shanshan, 3 yildan beri birgamiz. Seni xafa qiladigan biror ish qilmaganman. Seni boqish uchun bor kuchim bilan ishladim. Muhtojlik ko'rmagin deb. Nega menga bunday qilyapsan, a? Men senga nima yomonlik qildim? Nega? Ko'zguga qaraganmisan? Sen shunchaki achinarli kuryersan. Janob Chen esa Chen guruhi korporatsiyasining katta o'g'li. Boyligi 100 millionlab. O'zingni u bilan tenglashtira ko'rma. Aftidan o'zingga munosibini topsan-da. Yigitcha, xotining o'zi ham zo'r narsadir. Yo'q, qol bu yerda. Suvchan, oyingni o'yla. U hali ham jonlantirish bo'limida yotibdi. Agar qamoqqa tushsang, uni kim qutqaradi? Yan Shanshan, hali ko'rasan. Seni albatta pushaymon qildiraman. O'zingdan ko'r.
Hozirgina Yan Shanshan bilan anavi odamni boshida raqamlarni ko'rdim. Buni zudlik bilan tekshirishim kerak. Nahotki bu Umrning teskari sanog'i 2,5 soniya umri qolgan. hatto mana shu hasharot ustida raqamlar bormi? Ah, tushundim. Rostdan ham barcha jonzotlarni umrini ko'ra olar ekanman. Agar o'lim yaqin bo'lsa, raqamlar qizil rangga kiradi. Nahotki bu taqdirimni o'zgartira olishimni anglatsa. Eng muhimi, tezroq pul topishim kerak. Oyim hali ham shifoxonada yotibdi. Senxuan bankidagi hisob raqamingizga 180 ming yuan Bu o'tkazildi. pullar bilan oyimni davolata olaman. Bu qobiliyatim bilan Yan Shanshan va Chen Lunni tiz cho'ktirib, mendan kechirim so'rashga majbur qilaman. Uzr, sizlarda son davriga oid moy qalam yuvish uchun idish bormi? Bu sizmisiz? Jarohatingiz yaxshimi? Sizni shifoxonaga olib bormoqchi edim, lekin darrov qochib ketdingiz. Keragi yo'q. Hammasi joyida. Hatto sendan minnatdor bo'lishim kerak. Agar o'sha to'qnashuv bo'lmaganda bu qobiliyatim uyg'onar. Shanshan, sen tez-tez gapiradigan o'sha yuvosh ering shumi? Senxuan bankidagi hisob raqamingiz